Men bu sozlarni yozarkanman, har bir harf ko'z yoshlarimga qorishib, yuragimni ming bo'lakka parchalamoqda. Qalbimning eng tubida saqlagan, hech kimga aytolmagan, aytishga haqqim ham bo'lmagan o'sha mudhish sirimni bugun oq qog'ozga to'kmoqchiman. Mening ismim sirligicha qolsin. Chunki mening qismatim qora la'nat tamg'asi bosilgan qismat. Men oddiy qiz emasman, men o'zining tugishgan akasiga ko'ngil qo'ygan, bu dunyoda tiriklayin do'zax olovida yonayotgan gunohkorman. Biz bir oilada, bir hovlida, bir ota-onaning mehri oqshida ulg'aydik. Akam mendan 4 yosh katta edi. Bolaligimni eslasam, faqat uning menga qilingan hamxo'rliklari ko'z oldimga keladi. U mening himoyachim, sirdoshim, eng yaqin do'stim edi. Yiqilib tushsam tizzamning qonini artib yupatgan ham, boshqalar xafa qilsa o'rtaga tushgan ham u edi. Bizni bolaligimiz hammada bo'lgani kabi bexubor, toza o'tdi. Ammo yillar o'tib, men ulg'aygan sari ichimda tushunarsiz, sirli va juda qo'rqinchli bir tuyg'u ildiz ota boshladi. 16 yoshga to'lgan bahorim edi. Bir kuni uning bog'da ishlab terlab ketgan yuzini, kuchli qo'llarini va menga qarab jilmaygan ko'zlarini ko'rdim-u, yuragim negadir qattiq urib ketdi. Boshida bu hissiyotni tushunmadim. O'zimni aldadim. Lekin vaqt o'tgani sari unga shunchaki aka sifatida qaray olmasligimni anglab yetdim. Uning ovozini eshitsam vujudim titrar, uyga kelishini intizorlik bilan kutar, unga tasodifan tegib ketsam, butun tanamni elektr toki urgandek bo'lardi. Bu oddiy qardoshlik mehri emasdi. Bu butun borlig'imni egallab olayotgan telbalarcha kuydirguvchi bir ishq edi. Men o'zimdan nafratlanardim. Har kecha yig'lab Xudodan bu tuyg'ularni yuragimdan yulib tashlashini, meni bu azobdan xalos etishini yolvorardim. Ko'zguga qarab o'zimga la'natlar o'qirdim. Axir u sening qoning-ku. Qanday qilib bunday razil oyga borishing mumkin, derdim o'zimga o'zim. Lekin sevgi qachon aqlni tinglagan? Qachon o'z ixtiyori bilan kelib ketgan? Tuyg'ularim menga bo'ysunmasdi. Eng dahshatlisi shunda ediki, ko'p o'tmay u ham menga o'zgacha qarayotganini seza boshladim. Bizning nigohlarimiz uchrashganda havoda qandaydir so'zsiz va olovli bir uchqun chaqnardi. Biz bir-birimizdan qochishga urinardik, gaplashmaslikka harakat qilardik, lekin bu uzoqlashish olovga yog' sepish bilan teng bo'ldi. Kuzning seryomgir oqshomlarining birida uyda hammamiz yigilgan edik. Elektr chiroqlari o'chib qoldi. Men sham qidirib dahlizga chiqdim. U ham ortimdan chiqdi. Qorong'ulikda to'qnashib ketdik. Uning issiq nafasini yuzimda his qildim. O'sha lahzada u qo'limdan tutdi. Uning barmoqlari qaltirardi. Men boshqa chiday olmayman, dedi u pichirlab, ovozi azobdan titrab. Bilaman, bu gunoh. Bilaman, biz do'zaxga mahkummiz. Lekin men seni shunchaki singlimdek ko'rmayman. O'sha lahza osmon uzilib yerga tushgandek bo'ldi. Men ham uning ko'ksiga bosh qo'ydim va ichimda yig'ilib qolgan daryo-daryo yoshlarimni to'kdim. Biz o'sha kecha o'z tuyg'ularimizga asir tushdik. Bu biz uchun yagona baxtli damlar edi, lekin shu bilan birga qismatimizning fojiali yakuniga qo'yilgan ilk qadam bo'ldi. Bizning bu qora sevgimiz qorong'ulikda, pinhona, odamlarning ko'zidan yiroqda yashash kerak edi. O'z uyimizda, o'z ota-onamizning oldida xuddi jinoyatchilardek yashardik. Bir-birimizga faqat yashirincha qaray olar, kechalari hamma uxlab yotganda, faqat bir marta bir-birimizni ko'rib, dildagilarni aytish uchun yashirin uchrashardik. Bu qanday dahshatli ruhiy azob ekanligini hech kim tushunmaydi. Vijdon azobi va kuchli muhabbat o'rtasida biz har kuni olib tirilardik. Lekin sirlar qachondir oshkor bo'lishi aniq edi. Baxtimiz uzoqqa cho'zilmadi. Buni onamiz bilib qoldi. O'sha kungi qiyomatni eslash menga hozir ham olimdek og'ir. Uyimizda chinakamiga qiyomat bo'ldi. Onamning sochlarini yulib faryod chekishi, otamning qonga to'lgan ko'zlari va gazabi hech qachon esimdan chiqmaydi. Otam akamni ayamay kaltakladi. Meni esa xonaga qamab qo'ydi. Sizlar bizning farzandimiz emassizlar. Hammamizning yuzimizni yerga qaratdinglar, sizlarni o'z qo'llarim bilan oldiraman degan so'zlari yuragimga xanjardek qadaldi.
Bizni insonlikdan yuz o'girganlikda ayblashdi. Butun qarindosh urug' qishloq oldida sharmanda bo'lishdan qo'rqqan otam akamni uydan haydab soldi. Meni esa uzoqdagi qarindoshimizning uyiga surgun qilishga qaror qildi. Kechasi xonamning derazasi taqilladi. Qarasam, akam. Uning yuz ko'zlari ko'kargan, ammo ko'zlarida qandaydir yovvoyi qat'iyat bor edi. Biz bu yerda qola olmaymiz. Ular bizni ajratishadi, sening hayotingni barbod qilishadi. Ketamiz, hech kim bizni topolmaydigan joyga ketamiz, dedi u qo'lini menga cho'zib. Men bir soniya ham ikkilanmadim. U bilan olimga ham tayyor edim. Qishning izgirinli tunida qalin qor yog'ayotgan pallada uydan qochdik. Qayerga borishimizni, nima yeb ichishimizni ham bilmasdik. Faqat birga bo'lsak, faqat bir-birimizning nafasimizni sezib tursak bas edi. Biz tog'lar tomon, qo'shni tuman sari piyoda yo'l oldik. Tabiat ham xuddi ota-onamiz kabi bizga qarshi isyon ko'tarardi. Sovuq suyak-suyagimizdan otib ketardi. Qattiq bo'ron boshlandi. Qor ko'zimizni kor qilgudek, oyoqlarimizni esa muzlatib qo'ygudek darajada ayovsiz yog'ardi. Tizzadan qor kechib yurishdan tinkam quridi. Oxiri charchadim va qor ustiga yiqildim. Men boshqa yura olmayman, dedim yiglab. U meni yelkasiga ko'tarib oldi. O'zining qalin ustki kiyimini yechib menga kiydirdi, o'zi esa yupun kiyimda qoldi. Chida, oz qoldi, jonim. Biz albatta baxtli bo'lamiz, derdi u to'xtovsiz. Lekin qayerga ketyapmiz, oxiri bormi bu yo'lni? Yurishga uning ham majoli qolmadi. Men juda sovuq qotyapman, dedi u xirillab. Lekin sen issiqqinasan. Men faryod urib uning yuzlarini ishqalardim, unga yopishib uni isitishga urinardim. Menga qara, ko'zingni och. Meni tashlab ketma, deb yolvorardim yiglab. U menga songi bor, shu qadar mehr va o'g'riq bilan qaradiki, bu qarashni umrimning oxirigacha unutmayman. Uning muzlab borayotgan lablari qulog'imga pichirladi. Meni kechir. Seni bu jahannamga men tortdim. Lekin Xudo haqqi, men seni hammadan ham ko'proq sevdim. Shu so'zlarni aytib, uning boshimga qo'yilgan og'ir qo'li pastga tushib ketdi. Ko'zlari ochiq holda, labida kichik bir tabassum bilan u jonsiz qotib qoldi. Mening suyanchigim, mening gunohim, mening yagona sevgim o'z joni bilan mening hayotimni sotib olib, meni butunlay yolg'iz tashlab ketdi. Men o'sha mudhish tunda, muzlagan g'orda akamning, sevikli insonimning murdasini quchoqlab tonggacha faryod urdim. Men tirik qoldim. Jismonan tirik qoldim. Ammo o'sha tunda mening qalbim, mening ruhim o'sha yerda, uni yonida muzlab olgan edi. Hozir men olis bir qishloqda, yolg'izlikda yashayman. Oila a'zolarim mendan butunlay voz kechishgan. Odamlar menga pastkash, gunohkor, o'z akasining qotili deb qarashadi. Ha, men gunohkorman. Bu azoblar menga munosib. Lekin har tun ko'zimni yumsam, uning o'sha so'nggi qarashi, menga o'z kiyimini kiydirib, muzlab borayotgan tanasi ko'z oldimga keladi. Men Xudodan faqat bitta narsani, tezroq jonimni olishini yolvorib so'rayman. Menga faqat olimgina najot bera oladi. Chunki umid qilamanki, narigi dunyoda Xudoning oldida qon rishtalari ahamiyatini yo'qotadi va biz do'zax olovida bo'lsa ham aka-singil emas, shunchaki bir-biriga intilgan oshiq sifatida abadiy birga bo'lamiz.